o'zimni bir necha bor o'ldirmoqchi bo'lganman-da. Keyinchalik 100 ming dollarlar bankrot bo'lganimda Alloh meni yomon ko'radi. Bir oyog'im cho'loq bo'lib qoldi-da meni. Bo'ldi, inamiga kirib bo'ldim. Uzr, lekin xafa qilgan bo'lsam. Qarz bor, qarz deymiz-ku. Qarzga tushgan odamni o'zi biladi-da. O'sha paytlari qarzim ko'p bo'lgan paytlari hayotda yashagim kelmas edi-da. O'zimni bir necha bor o'ldirmoqchi bo'lganman-da. Nimaga degan bo'lsa, o'zi birinchi marotaba qarzga tushganimda atigi 10 ming dollar qarz bo'lganman va men 4 yil vaqtim ketgan 10 ming dollar qutulishga. Keyinchalik 100 ming dollarlar bankrot bo'lganimda men o'ylagandimki, Alloh meni yomon ko'radi, men yomon bandaman. O'shaning uchun menga muammo beradi deb o'ylaganman-da. Realni shu mashina ketayotganimda avariya bo'lib, o'zimni o'zim o'ldirishga qaror qabul qilganman. Keyinchalik tushundimki, muammo bizga Alloh bizni yomon ko'rgani uchun emas, balki bizni kuchliroq bo'lishimiz uchun berilar ekanda. Men o'sha paytlar o'tirib o'yladim-da, xo'p, men o'lishim kerak, xo'p, nima uchun unda jonim olib qo'ya qolmadi? Nima uchun kechqurun o'lmadim, ertalab ko'zim ochildi-ku? Ras ko'zim ochildimi? Demak, men muammolarni yengishim kerak. Ras men sog'manmi? Yurishim kerak. O'sha payt avariya bo'lganimda ham bir oyog'im cho'loq bo'lib qoldi-da meni. O'shanda savol bo'ldi-da, xo'p, agar Alloh meni o'lishimni xohlaganda, men o'sha yerda o'lar edim. Lekin men tirik qoldim-ku. Demak, tirik qoldimmi? Demak, shu 110 ming dollarlik muammoni yengishim kerak, men qutulishim kerak. Ko'pchilik mashq adashadi-da, Azizbek. Odamlarga muammo kelganda sirazi kres qo'yib qoladi. Yo'q, men xato qildim, meni Xudo urdi, Xudo urdi meni, o'zida chegara qo'yib tashlaydi. Yo'q, chegara emas. Mana oddiy meni holatimda avariya bo'ldim, real mashinam yonib ketdi, hujjatlarim yonib ketdi. Hamma meni tashab ketdi o'sha paytda. Juda ham ko'p qarindoshlarim, yaqinlarim, ko'pchilik mendan bo'ldi, eplolmaydi bu, sinib bo'ldi degan qaror qabul qildi. Lekin birdan bir Alloh menga yordam berdi. Ota-onamning duosi, yaqinlarimni "Imini san qila olasan, harakat qilgin, epla olasan" degan narsa yordam berdi. Agar men o'sha paytda yo'q, qila olmayman deb qaror qabul qilganimda haqiqatan qila olmas edim. Chunki nima degan? Aytadi-ku, faylasuf aytadi, Suqrot aytadi, faylasuf. Sakrat aytadi, "San qila olaman desang, san qila olasan. San qila olmayman desang, qila olmaysan." Chunki bizga mana keylar dinimizdan gaplashamiz. Nimaiki gapirsang, nimaiki tilasang, farishtalar amin deydi. Ey Alloh, men qila olaman dedingmi? Amin. Qila olmayman, epla olmayman, bo'ldi, inamiga kirib bo'ldim dedingmi? Bo'ldi, qila olmaysan sen. Sen peshonangga o'zing yozding. Peshonamga yozilgan ekan, yo'q, sen o'zing yozyapsan peshonangga. Qila olmayman deb sen yozding peshonangga. Taqdir bekarni peshtasini aytibsan sen. Taqdir nima? Taqdir bu qachon tug'ilishing, qaysi millatda tug'ilishing, qanaqangi oilada tug'ilishing, qachon o'lishing taqdir. Javob sen o'zgartira olmaysan. Alloh aytgan kuni tug'ilasan, Alloh aytgan kuni o'lasan. Sen o'zgartira olmaysan. Lekin luboy muammodan chiqishing, bilim olishing, boy bo'lishing, harakat qilishing, til o'rganishing, dunyoni kezishing, baxtli bo'lishing bu seni qaroring. Taqdir boshqa narsa, qaror boshqa narsa. Seni qaroring, muammoing bor, kallangda problemang bo'lgan, muammoga kirding. Endi o'sha problema hal qil, boy badavlat bo'l. Taqdirni ayblama. Taqdir ne prichom? Taqdir tug'ilishing, o'lishing. Boy badavlat bo'lishing seni qaroring. Uzr, lekin xafa qilgan bo'lsam.